Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimiz, ya'ni 20 kilovat on-grid obyektimizda monitoring ishlarini olib boryapmiz. Hozir bu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin. 14 kilovat tok berib turibdi. 20 kilovatlik stansiya. Buni sababi o'zi kech bo'lib qoldi, lekin shunga qaramasdan ishlab turibdi. Lekin bu obyektimizda qandaydir muammolar bo'lyapti. Bu obyektimiz, stansiyamiz soat 9 da o'chib qolgan, ishlamagan. To 12 dan o'tib ishlashni boshlagan. Xo'p, bu yerda muammo nimada bo'layotganini hozir ko'rib chiqamiz. Hozir mana qarang, soat 9 da o'chganda soat 1 da ishga tushgan yana. Ishga tushganda hozir mana hozirgi vaqtgacha ishlab turibdi. 15:00 gacha ishlab turgan. Hozir vaqtimiz 15:25. 14 kilovat tok berib turibdi. Uyga tok uzatib turibdi, ya'ni stansiyamiz normal holatda ishlab turibdi, lekin mana grafikda ko'rib turishlaringiz mumkin. Stansiya birinchidan to 5-gacha normal ishlashni boshlagan. Keyin mana 6-dan boshlab уже grafiklar o'zgarishni boshlagan. Har xil tok berishni boshlagan. Mana 6-kuni 25 kilovat bergan kuni bilan 7-kuni 137 kilovat tok berganda 8-kuni yana tushishni boshlagan. Xuddi shunday o'zgarish tempda borganda mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Bugunga kelib 16-iyunga kelib tok berish 57 kilovatga tushib qolgan. Sababi bu stansiyamizda, bu 3 fazali stansiya, bitta fazasida tok uzilishlar bo'lgan. Ya'ni tok напряженияsi tushib ketgan. Hozir ko'rsataman. Xo'p, mana bugun bo'lgan mana tok tushib ketishdi, tok напряженияsi tushib ketgan. Soat 9 dan to 12 gacha напряжение tushib ketgan. Mana shu oralikda tok o'ynagan. Shuning uchun inverterimiz zashtaga tushib qolgan. Ya'ni zashtasi bu o'zini o'zi himoya qilishga tushib qolgan. Bu yerdan ko'rsatib turibdi muammosini. Tok kuchlanishi tushib ketgan deb ko'rsatib turibdi muammosini. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Xo'p, biz bu muammoni topdik, ya'ni nimadan bo'layotganini topdik. Bu stansiyamizni hozir onlayn kuzatdik, onlayn tekshirib ko'rdik muammosini. Endi stansiyamizni yoniga borib fazalarni o'lchab ko'ramiz, ya'ni offlayn yoniga borib ko'ramizda qaysi fazada tok напряженияsi tushib ketayotgan bo'lsa, o'sha fazani to'g'rilashga harakat qilamiz. Ya'ni bu transformatordan bo'lyaptimi yoki qayerda slabый kontakt bo'lyaptimi, bular hammasini o'rganib chiqamiz. Mana xo'p, bu ma'lumotlarimiz sizga foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, ya'ni stansiyangizda tok berishi stabilni emas, o'zgarayotgan bo'lsa, ya'ni tushib ko'tarilayotgan bo'lsa, sizda qandaydir muammo bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qilsangiz, bu muammolarni o'rganib chiqishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.